Mana texnologiya deysizlar, mana texnologiyaning texnologiyasi. Issiq yerlarda suv tanqisroq bo'lsa, yo o'ta issiq bo'lsa, mana qaranglar. Ko'chat ekilgan, mana tarvuz ekilgan, mana texnologiyani mana klonka. Klonkani ustidan suv jurib, kapilni ham emas. Bu suv qo'yganda mana toshlar olinib, mana ichidan suv beriladi. Sug'orilib bo'lgandan keyin bu yoq jovulib qo'yiladi. Endi qaranglar, mana birinchidan cho'p o'sib qo'yadi, ikkinchidan nimni saqlaydi, uchinchidan issiqni ko'proq isib, mana tarvuz daraxtlarga o'ta foydasi ko'p. Mana sizlarni ko'raylik, mana tarvuzlarni o'sganini qaranglar. Mana daraxtlarga nim yetadi, nim isparena bo'lib uchib ketmaydi. Tarvuzlarga mana tarvuz ekishga mana 1-may kuni ekilgan. Mana mana shu tarvuzlar 1-may kuni ekilgan ekan. Mana bugun nechinchi chishlo? 12 va 12 kunda mana shunday bo'pti. Qaranglar, issiqni ham qarmaydi, nimni ham saqlaydi, cho'vam o'stirmaydi. Shu kimga joqqan bo'lsa, mana shunday qilib tiksangar bo'ladi. Suv qiyin, issiq yerlarda bo'lsa. Like'dan bo'lsangiz, podpiska etmaganda podpisatsiya etamiz. Sog' bo'linglar.